Selam dostlar. Biz Abadeli Türkümü hem bugün biz sizge iki özümüz yazgan jirimizni taqdim etamiz. Birinchi jir yaratuv jiri deb atala. Milyosha Xayrulnikiyi, Yıldız Mignulni so'zlari boshlaylik. Bos qizim pipa, sen bosmasang men bosam. Bos qizim pipa, sen bosmasang men bosam. Sening bosgan izlarini menda kiydirib bosam. Sening bosgan izlarini menda kiydirib bosam. Uşuna sıyarlı bizning jir, ul shunday kichkina aylanib to'xtovsiz ham quyosh nur siypastina senda bor, ul jirda menda bor. Hammana shu shunday jirdagi bor yo'llar bir motor tariqa qo'shilar. Men seni so'ylagan erkalar, kunlarni yop-yoqdi idalar, hamjillar biz yurgan tarafda, qarashlar jilsin tarafda. Men seni so'ylagan erkalar, kunlarni yop-yoqdi idalar, hamjillar biz yurgan tarafda. Jilsin tarata dunyoga siymaslik yaratuv, ul shunday ko'lamda kelmaydi to'xtovsiz. Uyandingmi salom deganda senda bor, bu yerda menda bor. Hammana shu shunday jirdagi bor jirlar yaratuv jirina qo'shilar. Men seni so'ylagan erkalar, kunlarni yop-yoqdi idalar, hamjillar biz yurgan tarafda, qarashlar jilsin tarafda. Men seni so'ylagan erkalar, kunlarni yop-yoqdi idalar, hamjillar biz yurgan tarafda, qarashlar jilsin tarafda. Men seni so'ylagan erkalar, kunlarni yop-yoqdi idalar, hamjillar biz yurgan tarafda, qarashlar jilsin tarafda. Men seni so'ylagan erkalar, kunlarni yop-yoqdi idalar, hamjillar biz yurgan tarafda, qarashlar jilsin tarafda. Rahmat, zo'r.